Bu klub bir paytlar Angliyani titratgan. Bugun esa masxara bo'lyapti. Savol bitta: Arsenal yana o'zining primiga qayta oladimi? Arsenal futbol klubi 1886-yilda Londonda tashkil topgan. Klub dastlab Diascour, keyinroq 1913-yilda hozirgi Highbury, keyin Emirates Stadiumga ko'chib o'tgan. Arsenal nomi bejiz emas. Klub 1886-yilda Londonda qurol-yarog' zavodida ishlagan ishchilar tomonidan tashkil etilgan. Shu sababli u Arsenal, ya'ni qurol ombori deb atalgan. Gerbdagi to'p ham klubning jangovar tarixidan darak beradi. Arsenal futbol tarixining eng chiroyli sahifalaridan biri. Bugun biz buyuklik davriga nazar tashlaymiz. Highbury stadioni. Herbert Chapman davri. Arsenal tarixida yangi sahifa. Liga titullari, Highbury guruhi, intizom va estetika birlashuvi. Wenger kelishi bilan o'yin falsafasini o'zgartirdi. Henry, Bergkamp, Patrick Vieira ularning san'ati va taktikalari 2003-2004-yildagi Invincible, ya'ni yengilmaslar jamoasi tarixga kirdi. Haqiqiy Arsenalni porlatgan murabbiy Arsene Wenger. Bu Arsenal faqatgina yutmasdi. Bu Arsenal nafaqat o'yinda g'alaba, balki har bir muxlislarni qalbini ham zabt etadi. U paytdagi trofilar va chiroyli o'yinlar faqatgina betakror bo'lib qolmay, barcha muxlislarni ham mamnun etardi. U chiroyli yutardi. Arsenal Emiratesga ko'chdi. Yulduzlar ketdi. Muxlislar har yili yangi umid bilan kutadi. Keyingi yil degan umid, lekin muxlislar faqat sabr qilishga majbur bo'ldi. Yutishga emas, sabrga o'rgandik. Wenger ketdi. Arsenal qoldi. Eski ruh yo'qolgan. Yangi davr esa boshlanmagan. Emery davri 8-o'rin kulguga ketdi. Arsenal endi faqat yutqazmaslik uchun o'ynadi. Arteta Arsenalga kelishi bilan yangi davr boshlandi. Jamoani ruhi qaytarish yo'lida birinchi qadamlar tashlandi. Yoshlar maydonga chiqa boshladi, klub madaniyati va uslubi asta-sekin tiklandi. Endi jamoa ruhi mustahkam, g'alabalar sari intilmoqda va kelajak juda ham yorqin ko'rinadi. Chempionlar Ligasi, Premier Liga, FA Cup, FA Kubok barchasida mardonavor jang qilmoqdamiz va nasib qilsa inshaalloh bu mavsum treble qayd etishga juda ham yaqinmiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu mavsum Arsenal treble qayd etadi? Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like, komment va obuna bo'lishni